hurmatli ustoz va guruhdoshlar, men 3-ma'ruzada keltirilgan eksperimental ilmiy tadqiqot metodi haqida so'z yuritmoqchiman. Bu eksperimental metod bu ilmiy tadqiqot muayyan jarayon yoki hodisa sun'iy sharoitda o'rganish, kuzatish va natijalarni tahlil qilish usulidir. Ya'ni misol uchun olim nazariy farazni tekshirish uchun tajriba o'tkazadi, olingan ma'lumotlarni solishtiradi va xulosalar chiqaradi. Bu metodning asosiy afzalligi natijalarni aniq raqamlar orqali isbotlash imkonini berishdir. Shuning uchun ham u kimyo texnologiya sohasida eng ko'p qo'llaniladi. Bu mening dissertatsiya mavzuyim kimyo texnologiya sohasida chiqindi gazlarni qayta ishlash jarayonini takomillashtirish bo'lgani uchun eksperimental metod aynan men uchun muhim o'rin tutadi. Men tajriba jarayonida chiqindi gazlarni qayta ishlashda ishlatiladigan turli katalizatorlarni sinovdan o'tkazishni rejalashtirganman. Tajriba davomida gaz tarkibidagi moddalarning konsentratsiyasi, reaksiya harorati va bosim o'zgarishlarini o'lchab boraman. Shu tarzda men eng samarali texnologik sharoitni aniqlashni, chiqindi gazlardan foydali kontentlarni maksimal darajada ajratib olishni maqsad qilganman. Bir so'zda xulosa qilib aytganda, bu eksperimental metod orqali men nazariy farazlarimni amaliy tajriba asosida isbotlab, ilmiy natijalarning ishonchliligini ta'minlashni ko'zda tutganman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.